Erim bilan mana 4 yildirki yashaymiz. Hammasi yaxshi, baxtlimiz. Faqat shu befarzand edik. Uyda erim va qaynotam bilan yashardik. Qaynonam erta vafot etgan ekanlar. Qaynotam xotinsizlikdan miyasi aynib qolganmi? Erim yo'qligida ishtonsiz yurardi. Bir kuni erim ish bilan ketadigan bo'ldi. To'g'risi juda qo'rqdim. Chunki qaynotamni qiliqi yomon. Agar xo'jayinim ketsa, qaynotam bilan yolg'iz qolsak, meni bu chol qilib qo'ymaydimi? Erim ketdi. Oradan 6 oy o'tdi. Shu 6 oy ichida qaynotam ishtonsiz yurardi. To'g'risi men 6 oy ersizlikka zo'rga chidadim. Endi chidolmasdim. Chunki bu cholniki tort qarich edi. Yana juda yo'g'on edi. Yana qoziqdek turardi. Dahshat. Bir kuni ertalab u qoziqdek narsasini maqtab chiqdi. Uyatsizlarcha. Men ham atay. Yengil, kalta keyin chiqdim. Men yoniga bordimda asbobidan shunday ushladim. Otajon, buni ishlatib ko'rmaymizmi dedim. U esa xursand bo'lib ketdi. Keyin toza havoda hammasi boshlanib ketdi. Chol shundan keyin menga o'rganib qoldi. U erimdan ancha yaxshi edi.